Bu o'zi ochiladi. Mayli, xo'jayin yaxshi boring. Yangisi kelib qoldi. Voy, ishtamiz qani? Bir kun bo'rini oldiga quyon boribdi-da. Men sendan qo'rqmayman debdi. Ha? Quyon gapirishni bilmaydi-yu. Yomon kuchli deb bilasizmi? Avazoxindan ham kuchlisiz. Burjumaga konsert qo'yasizmi? Jennamasa qanaqa Avazoxin? Rus komik aktyori Yuriy Nikolingdan ham kuchli. Yuriy Nikolin oyga birinchi chiqqan fazogir, adashtirma. Sen aytgan aktyor Yuriy Gagarin. Bu o'shancha ham oddiy ishchida, bu tupoy hali. O'z ustingda ishla, menga o'sha boshliq bo'lasan keyin. Bu o'zi yopiladimi? Yopib qo'ying. Oling xo'jayin, pitani ham zo'r qilasiz. Sportsmenlar ham unaqa pitani qila olmaydi. Hamma narsani qo'shib yeyverasiz. Nafsingiz ham yomon-da siz xo'jayin. Bir oylik hisobot qani? Kech topshirdimi xo'jayin? Xato emas. Bir oydan beri yaxshilamayapsan. Boshqa ish topar o'zingga. Xo'jayin, men tilim qursin, noto'g'ri gapirim. Mana shu tilimni stolga qo'yaman. Mushna urib jingalay qilib qo'yaman xo'jayin, kechiring meni. Ya men hazilkashsan. Sen kelsin zerikib qolamiz. Qo'l, qo'l. Hisobotlanchi xo'jayin. Ha, bir varaq qog'oz turadi. Sen bari doniraver, men o'zim hal qilaman. Ol. Yomon-da bu.